hayratdan aka. Endi boshqatdan ko'rishmasam bo'lmaydi. Og'a, qancha bo'lyapsiz? Yaxshi. Qancha bo'lyapsiz? Uzumchilar anjumani 6 ariq 2026-yil 8-avgust. Shabboda to'yxonasida xudo xolasa. Qarshidan, Namangandan, Qo'qondan mana 6 ariqliklar kirdi. Ichkarida yana ancha odam bor ekan. Ichkariga kirish ancha katta navbat bilan ekan. Demak mana выставkaga kelgan uzumlarimiz. Buni taldonga o'xshayapti, bilmadim meni nomi. Mana bu yerda ham juda chiroyli uzumlar bor ekan. Mana unisini mana grif. Subhanalloh, mana grifni qaranglar kattaligini. Взлетная полоса mana u oqa. Bu ham zo'r ekan. Bu ham avtografmi? Voy, benihoya vosh beribdimi? Bu birinchi hosili. Birinchi hosili? Keyingi yilga yana ham doni ham vosh ham yirik bo'ladi. Inshaalloh. Menda buni bo'lmadi, ammo lekin kichkina vosh bo'ldi. Endi o'zi hayvonga bog'liqda baribir. Tayomat sizga bunaqa yirik nima masalan charchagan tugulangan. Hayvon yaxshi bo'lgan, bir-biriga mos kelgan ekanda. Kimi bog'ida? Hoji akani bog'ida, o'g'illarimisiz? Boshqasi bor, birkalik. Voy. Взлетная полоса aytdik. Mana Emir bo'lar ekan. Emir endi Lamborghini hammaga tanish, bu Ratatouille'ga o'xshayapti. Super bir nima ekan bu? Super Sanaka. Super Sanaka sal adashilibdimi yoki u shuna bo'larmikin? Super Sanaka ekan. Tak, Etyud. Bahromjonning bog'idan ekan. Kindiga qayerdadir kindiga borishdi, bu safar bo'lmabdi nazarimda. Yangi nav bu nomsiz ekan hozircha. Damaska krasavitsa. Krasava. Tak, nima ekan bu? R13. Qizil bo'lar ekanda R13. Tak, beloylisi ham mana chiroyli uzum. Bu Everest. Nihoyat chiroyli. Katta bosh bo'pti. Tak, banana sal maydaroq qolibdi. Shu bananasi yaxshi. Nima deb yozuv? Mia Serficha. Shayin muskat. Tak, shayin muskat endi hali ishlov berilmagani. Ya yana Bahromjonda yana qaysi? Bu So'g'diyona bu. Qoyil. Yaxshi So'g'diyona bo'ptimi? Hozir bu qatorga Sherli, aytdim, o'ta Sherlik bor ekan. Bananas yerda pishadi. Bunisi nima ekan bunisi? Shilkavichniy bu. Nomi tanish. Mana bu yerda mana shilkavichniy uzunroq bo'lar ekan. Barmoqsimon. Sherlik. Endi nomi yo'q. Zo'r. Alaykum assalom va rahmatulloh. Zo'r uzumlar. Ijobiy ta'sir ko'rsatganlar. Mayda mana Olimjon olib ketib tushganli Suzannani maylimi ko'rsin. Sevib ko'rdingizmi? Sevib ko'rdim. Suzanna ekan. Yana ham ishlaydi. Krasnaya pula deyilgan edi, hozir Tornado. O boshini qarang, bu вообще dahshat o'tdi-ya. F1 bilan teng bo'lib ketdi, katta bo'lmasa. Renessans. O'ta shirin uzum. Chorniy Eagle ekan mana bu, Olimjondan, Samarqanddan. Albigan bitta kamchilik tomoni bor. Tak, Chorniy Eagle'ni o'ya, haqiqatdan mana Eagle'ga o'xshab ignaga. Excalibur. Men o'tgan yil Albikada mayiz qilib ko'rdim. Tornado qizil ishkilli bu ikki. Barmoqsimon bo'lar ekan. Tornado. Juda yirik bo'ldi. O'rgilda chiroyli uzun bo'pti. Albika ham yaxshi. Shunamizni keladimi? Anvarjonniki deyishyapti,
Gamlet shkillik. Bu 49 raqamli ham juda burgutligi ham o'xshab ketarkan, doni yiri ekan. Bu Aziya mana chiroyli boshlab beribdi. Bizni aytishmabmi? Excalibur 94 49 basmi? 9 ekan. 94. Tak, сказка. Сказка bu ham kishmish bu ham. Kalugindiki. Bu arra 32 ekan, bunaqa qoralar. Ham kishmish. Ha, bu endi arra hammasi kishmish bular o'zi. Ha. Sal shakari kamroq bo'ladi bularda. Assalomu alaykum. Aka, tinch omon, yaxshimisiz? Uydagilar hamma yaxshimi? Alhamdulillah. Qo'lli? Tamam, bo'ling, yaxshi. Chetda sizga gaplashib ko'rishamiz hali. Arra bor ekan, qaysisi bor ekan? Mana arra 32 bor ekan bu yerda. Bu krasniy Журавлик, ha, bu anaqa. Bu golubniki bu menimcha. Журавчик krasniy. Bismillah. Vishnevisi ham bormi buni? Kapsullaydigan. Danaga olib pishmabdi. Mana u nima ekan? Ramzes ekan bu. Бесподобный kishmish. Nima ekan o'zi? Denki rang ololmabdi. Chiroyli rang bo'ladi bu, вообще dahshat. Так, Василиса прекрасная bu. Bu nima ekan bu? Alvika shikilli, ha, alvika ekan. Kimdan bu? Dniprovskiy suvenir ham qizil bo'pti. Qoraroq ham bo'ladi bu. Подарок bir nima ekan bu? Nima ekan? Ha, подарок Belarus mana u ekan. Endi qanaqa uzumda bo'ladi? Bu nima ekan? Bekobodliklarga salom. Uzumchilardan. Ha, men Otabeydan xudo xolisa parfyum yana bitta iltimos qilaman. Vaytros olib ketibdi. Tak, mana ichida daniga qani ko'rinadimi? Bor. Lekin ta'madi. Lekin chaynalib yo'qib ketadigan dani ekan, uni qarsillab tishga botadigan bas. Kuchli shirin muskati bor ekan. Endi hozir hidini bilmadim, sezganim yo'q men. Yo'q, bor dedim. Hidi bormi? Juda shirin uzum ekan. Hoji aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Alhamdulillah, Alloh yaxshi. Aslidagi aslida hali ko'rsatgan yo'q. 3 oy bo'ldi-da payvandlangan. Ha, bu yangi payvandnikimi? Ha, bu tim bo'lib. Doni kattalashadi, aniq. Boshi ham kattalashadi. Uzum, yangi uzumdan ularni degustatsiyasi ketyapti. Parfyum ham zo'r. Anaqa parfyum ham zo'r. Ha, mana shu shilkavichinidan hozir bitta uzdim. Bismillah. Karsillaydigan shirin. Muskatini ozgina borga ham o'xshayapti muskat. Danaga yetilib qopti. Zo'r, yaxshi uzum ekan. Mana u gurman rangi deyishyapti. Endi muskat yo'q, karsillaydigan oddiy shirin ta'm, shirin, yaxshi. Shakarni o'rtacha to'plagan. 1.20 1x bor shakari. Akalar, qani bitta rasm qilaylik, joy-joyimizga o'tiramiz. Kela qo'ylar. Chiqib siqadimi? Qaysi uzumlar yoqdi sizga? Qaysi uzum eng zo'r taassurot qoldirgan? Bitta yoki ikkita? Ko'psini yema, bananas yeb ko'rdim, etuc yeb ko'rdim. Keyin
3-4tasini yeb ko'rdim. Uzumlar yaxshi. Har birini ta'mi o'ziga yarasha yaxshi, ajoyib. Nasib bo'lsa nima qilamiz? Endi shularning ichidan tanlab Qashqadaryomizni ham olib ketamiz inshaalloh Mavladan. Rahmat. Qaysinisi esingizda qoldi? Yorqin bo'lib. Men o'zim to'g'risi banana sevib ko'rishim kerak degandim. Banana sevib ko'rdim. Ta'mi yaxshi. Lekin maslahat bermayman. Aha. Ananasda. Aha. Endi mana bu xushbo'y hidi kelib turadigan, xushbo'y ta'm bor uzumlar ko'proq o'zim o'chman. Nasib bo'lsa hozir yana ko'ramiz. Yana uzumlar qo'yilyapti-ku, ko'ramiz. Hoji aka, qaysi yoqdi sizga? Qaysi uzum yoqdi? Uyingizda ko'payib ketib qoldi. Chiroylilar ko'p ekan. Avazxonaga sizga qaysinisi yoqdi? Ko'rinish jihatidan hammasi ham chiroyli, ajoyib. Hozir bevardi. Lekin men ikkita uzumni tartib ko'rdim. Bitta almika, keyin bitta jura, krasniy. Barcha ikkita tartib ko'rdim. Shularni ichida to'lasi ham yaxshi. Yaxshi, ta'mi yaxshi. Qaysinisi bo'lishini xohladingiz uyingizda? To'lasi ham bo'lishini xohlayman. Joningiz sog' bo'lsin. Alviga bor. Yangi so'zlar krasniy shundan ham quvonch bo'lyapti. Yaxshi, shakarni yaxshi to'playapti. Rahmat, sog' bo'linglar.